Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2025-yil 4-oktyabr kuni navbatimizda bemorimiz bizga Tojikistondan tashrif buyurgan mikrosefaliya diagnozi bilan hozir o'zlaridan batafsil gapirishamiz. Bizda qanchalik katta natijalar erishib, hozirgi kunda bizni davolanayotgan. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum. Men o'zim Tojikistondan tashrif buyurganman. 2025-yil may oyida birinchi marta olib kelganman o'g'limni. Bunga olib kelganimizda mikrosefaliya nimasini diagnozini qo'yishgan. Olib kelganimizda ahvoli ancha og'ir edi. Sudurgisi har minutda bo'lardi. Ko'p edi, uxlolmasdi, yaxshimasdi. Faqat yig'lardi, ichi o'tardi. Harakatlari bir nimaga qarab harakatlari yo'q edi. Xudoga shukr, mana ikkinchi marta kelishlari hamma harakatlarni qilib, sezib, hamma narsani bilyapti, eshityapti, o'ynab, kulib o'tiribdi, Xudoga shukr. Shu dorilarni ichganimizdan beri, chenyani olganimizdan beri ancha o'g'lim, bolam o'ziga kelib, hamma narsani sezib, o'yinchoqlarga qarab, ovozni eshitib, hammani taniyapti, bilyapti hamma narsani. Uyqusi yaxshilandi, ich o'tishi bor edi, u ham yaxshilanib, hozir ancha yaxshi bo'lib qoldi, Xudoga shukr. Doktorimizga ko'p minnatdorchiligimni bildiraman. O'zi ham avval Tojikistonni hamma joyga olib borganmiz, qanchalik chenyalar qilganmiz, foyda bo'lmagan. Bunga gidrosefaliya nimasini qo'yishgan edi, diagnozini. Toshkentgacha telefon orqali nima qilganmiz. Shuni qo'yish kerak deb aytgan edi. Operatsiya qilasizlar, shuni qo'yasizlar deb. Undan keyin shu doktor Jalilovni sayti chiqib qoldi YouTube'da. O'shani ko'rib nima qilsam, gidrosefaliya kasalligi bolalarda boshi katta bo'lar ekan, mikrosefaliyada kichkina, buni boshi kichkina bo'lgani uchun undan keyin shu yoqqa kelib davolatishni qaror qilganmiz. Xudoga shukr, mana alhamdulillah shuncha yaxshi natijalarga erishdik. Doktorimizga kattakon rahmat, minnatdorchiligimni bildiraman. Yaxshi, siz bizdan shunchalik katta natijalarga erishganingizdan biz ham juda xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, Alloh o'zi shifo bersin.